Hind plastikasi uyatmi? Nimagadir bizni ayollarimiz hind plastikasidan yoki labioplastikadan uyalishadi va buni faqat как estetik operatsiya hisoblashadi. На самом деле ayol organizmi uchun birinchi darajada bu как лечебный operatsiya hisoblanadi. Sabab tuqqan ayollarda даже после кесарево сечения mushaklar, tos suyaklari orasidagi mushaklar turg'irini yo'qotganligi tufayli bo'shashganligi uchun hind devorlarini orqa yoki oldi osilib tushirib qolishi kuzatiladi yoki bachadon polностью hind atrofida tushib qolishi ham kuzatiladi. Bunaqa hollarda siydik tutolmaslik, jinsiy aloqa vaqtida ovoz chiqishi yoki aktivniy o'tirib turganingizda ovoz chiqishi kuzatiladi. Albatta bunaqa hollarda birinchi o'rinda seluliteniya, ikkinchi variant bu estetika uchun labioplastika va vagina plastikasi operatsiyalari ayollarga tavsiya etiladi. Mana shu ikki operatsiya ayol o'ziga bo'lgan ishonchini judayam baland